Yigitlar, kecha yana bitta zindon ochilibdi. Lekin bu safar ruxsat olishda ba'zi qiyinchiliklar bo'layotganmish. Assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, zindon darajasi o'rta darajadan yuqori ekan. Ya'ni A darajasimi? Yo'q, menimcha unga A darajasi berilgan. Janobsan, favqulodda vaziyatda yuz kelganda biz aniq u yerdan tirik chiqmaymiz. Agarda bu zindon rostdan ham A darajali bo'lib chiqsa, rad qilishimiz mumkin. Ammo agar bunday bo'lmasa, unda bu muammodan qutulishning iloji yo'q. Axir bizning gildiyamiz mamlakatdagi eng yirik gildiyalardan biri. Shuning uchun, agar jamoatchilikka A darajali zindonni tozalashga qodir emasligimizni bilib qolishsa, yomon bo'ladi. Bu hammasi aniq-ku. Chunki A, B, C, D va E odamlar uchun bir xil narsa. Ammo agarda biz zindondan voz kechsak, hamma muxlislarimiz bizdan boshqa gildiyalarga o'tib ketishadi. Nima? Burnimiz tagida turgan zindonni qandaydir o'yinchilarga qoldiramizmi? Men ham shuni aytaman-da. Bizda ham juda ham yaxshi yigitlar bor. Lekin boshqa gildiyalarga qaraganda ular haqida kam odam bilishadi. Va buning sababi esa biz hali ham A darajali uchun yo'llamaganimiz sababli. Ha, men bu narsa bunchalik katta rol o'ynaydi deb o'ylamagan edim. Unda keling, ittifoq tuzamiz. Xo'sh, yomon fikr emas. Men buni yolg'iz hal qila olaman deb o'ylamayman. Va boshqa gildiyalar ham hozir shunday qilishyapti. Ammo bitta savol, ular rozi bo'larmikan? Ehtimol bu borada ba'zi bir qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Lekin bir kishini qo'shilishga taklif qilsam nima deysizlar? Xo'y, biz axir darajali zindonga boramiz. Bunda nima ma'no bor? Xo'sh, taxmin qildingizmi? Ha, sen bu bilan Ochisun Jinvonni nazarda tutdingmi? Ha, biz boshqa gildiya bilan birlashadigan bo'lsak, hech narsa olmaymiz. Biz faqat oboboyimizni yo'qotamiz xolos. Lekin u bilan olomonning barcha e'tiborini faqat bizga qaratiladi. Qolaversa uning himoyasi ostida jamoamiz sog'-salomat qaytishiga ishonaman. Hozir kimdir Ochisun Jinvo qayerda nima bilan bandligini biladimi? Yo'q, lekin yaqinda u katta yo'ldagi zindonni tozalaganini eshitdim. Uning aloqa manzilini topishga harakat qilaman. Yo'q, bunday qilishing shart emas. Seningcha bunday narsalar telefon orqali hal qilinadigan narsalarmi? Ajin nomiga nima deysan? Yomon eshitilmayapti xiyonni. Keling unda shu nomda qolamiz. Har holda Soladan yaxshiroq. Unda hammasi hal. Xo'sh, ro'yxat bilan nima qilamiz? Yana bitta a'zo topishimiz kerakmi? Nima? Chayxayinchi. U o'xshamadimi? Ha, u bizga mos kelmaydi. Yosh qiz, go'zal, shuningdek katta natijalarni ko'rsatgan estirjilovchi. U rostdan ham undan yaxshisini topa olaman deb o'ylayaptimi? Qo'y xiyonning. Bilsam bo'ladimi, o'zi kimni izlayapsan? O'ylab ko'raychi. Uni o'nchilik guvohnomasi bo'lishi kerak. Va u gildiya masalalari bilan aralashmasligi kerak. Lekin biz unga so'zsiz ishonishimiz ham kerak. To'xtab turchi, menda ishonchli bitta odam borga o'xshaydi. Kim u? Nahotki Chayxayin bo'lsa? Xayrli kun janob. Meni retseptlar gildiyasi boshlig'i Park Jonsuman. To'g'ri, darvozaning kattaligi doim bir xil bo'lmagan. Ammo bu yerda hamma narsa boshqacha. Ular bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Demak, zindon A darajalimi? Bu hozircha aniq emas. Lekin bu Pusanda paydo bo'lgan eng katta zindon bo'ladi. Shuning uchun biz sizning yordamingiz bilan ushbu reydni yakunlashga qaror qildik. Avtografni so'rash kerakdir. Va albatta, sizga yaxshigina mukofot tegadi. Zindondan tushgan pulni 20% ni beramiz. 50-50. Nima? Kechirasiz? Unda 40 olmish bo'ladimi? Men siz bilan savdolashmoqchi emasman. Voy janobsan, unchalik ahmoq emas ekan. Ha, ishonchim komilki. Hozirning soyasi qimirladi. Yo'ngtoy, masmisan deyman. Bu kim bo'ldi endi? Ozginaga ketaman. Menga qo'ng'iroq qilishyapti. Ha, mayli. Ha, salom, eshitaman. Jinvo. Oyi, telefon oldingizmi? Ha, men senga darhol qo'ng'iroq qildim. Chunki ovozingni eshitmoqchi edim. Men vaqting bandligida qo'ng'iroq qilmadimmi? Yo'q, qo'y, unday emas. Oyijon,
Kechga birga tushlik qilsak, maylimi? Xo'p, mayli. Bunday vaziyatlarni yaxshi ko'raman. Ertangi kun Guvanji plyaji bo'lsa. Janobson, 5 daqiqadan keyin ketishimiz kerak. Ob-havo yaxshi emas ekan. Umid qilamanki, Jina o'zi bilan soyabonni olib olgan. Borish vaqtim keldi deb o'ylayman. Soya almashinuvi. Bizdan asosan bepul ishchi sifatida foydalanishyapti. Ha, men ham qo'shilaman. Nimaga san'at o'qituvchisi barcha ishlarni bizning bo'ynimizga tashlab qo'yadi? Bu xonadan semestr davomida foydalanilmagan bo'lsa kerak. Axir bu darvoza. Tinchlanning bolalar. Bu darvoza yopiqki, shuning uchun bu butunlay xavfsiz. Bu yerdan faqat o'quvchilar o'tadi va ichkaridan hech narsa chiqa olmaydi. Qolaversa bu darvoza ochilishga bir haftacha vaqt ketadi. Lekin bu xonani butun semestr davomida qarovsiz qolganini aytmadingmi? Biz uni endi topganimiz shuni anglatadiki. Jonsuk! Yordam beringlar. Jonsuk! O'sha dunyoda g'ayrioddiy mahoratga ega yirtqichlar bor edi. Ularda aql yo'q, biroq ulardagi ajoyib ovchilik qobiliyati ularga insonning o'zidan o'zib ketishiga imkon beradi. Qonning achchiq hidi va inson go'shtining tanasi ularni hayajonga solardi. Biroq ular bu yerga razvedkachi sifatida kelganliklari sababli ular o'zlarining haqiqiy tabiatini bostirishlari kerak edi. Chunki topshirilgan vazifa hamma narsadan ustun. Shunday qilib bir necha hafta davomida soyada yashiringan ovchilar o'lja izlashlari shart emas edi. Ularga 6-sezgining o'zi bu haqida sezgi bergandi. Ular bizni ustimizda. Tuzilishiga ko'ra bu bino biroz qal'ani eslatar ekan. Men uni boshlayman. Sen esa birodarlarimizni chaqir. Barcha odamlarni bir yo'qlik qilib, bu qal'ani qamalga olganimizdan so'ng haqiqiy ovni boshlaymiz. Lekin birinchi navbatda men yo'lni tozalayman. Mana, sen so'raganingdan sotib oldim. Katta rahmat. Bu nima bo'ldi? Yaqindan videodagidan ham kattaroq ko'rinar ekan. Demak, chapda yozuvchilar, o'ngda esa konchilar, hujumchilar orasida 13 ta A darajali va 20 ta B darajali ovchilar bor. Shunchalik ko'p A darajali ovchilar bormi? Lekin bu ajablanarli emas, chunki bu gildiya eng ko'p A darajali ovchilarga ega. Kechirasiz. Janob ovchi, siz Chejudagi reydda juda ajoyib edingiz. Soya jangchilarini qanday chiqardingiz? Bu chiqarish sehrmidi? Bugungi reydga nima deysiz? Unga siz boshchilik qilyapsizmi? Xo'y, shoshmanglar. Nima? Ko'rmayapsizlarmi? Keraksiz savollaringiz bilan ovchi sunga noqulaylik tug'diryapsizlar. O'zimni tanishtirishga ruxsat eting. Men Chixon Eram, Ritsarlar gildiyasining elita hujumchi guruhidagi davolovchilar boshlig'iman. Qolganlarni bilmadim, lekin menimcha biz ikkimiz mas'uliyatli sifatida bir-birimizga mos ravishda harakat qilishimiz kerak. Shunday deb o'ylaysanmi? Demak, ularga hali aytmabsiz-da. Menimcha hozir shuni ayni payti. Hozirgi reydga men Pak Jonsu boshchilik qilaman. Yana sizmi? Lekin bizda Ocha Sunjunvu bor-ku. Xo'y, bu uyat emasmi? Ocha Sunjunvu bizni orqa tomondan to'sib turadi va xavfsizligimizni ta'minlaydi. Haqiqatan ham biz kimningdir himoyasiga muhtojmiz deb o'ylaysizmi? Sunjunvu, nima deb o'ylaysiz? Sizningcha bizni gildiyamiz rostdan ham faqat kuchsizlardan tashkil topganmi? Yon, Nun, sizlar nima deyapsiz? Xo'y, nima deganing? Hozirgi yoshlar juda ham yovvoyi bo'lib ketishgan. Gapimga qo'shilasizmi? Balki muammoni barcha ildizi tabiatdandir yoki shunga o'xshash. Qo'shilaman. Ular o'zlariga juda ishonib yuborishyapti. Xo'sh, harakatga tushadigan vaqt bo'ldi. Reyd boshlandi. Eshityapman. Siz ovchilar assotsiatsiyasining favqulodda vaziyatda xizmat ko'rsatish markaziga telefon qildingiz. Bu markaz, shundaymi? Ha, to'g'ri, gapiravering. Hozir bizni maktabda bu yerda maxluqlar yuribdi. Nima?
U yerda ham zindon ochildimi? Hozir siz qayerdasiz? Men hojatxonada bekinib o'tiribman. Yonimda yana bittasi bor edi, lekin u yerda qancha maxluq bor edi? Ular sizga yaqinmi? Bilmayman, hech nima bilmayman. Faqat hamma qichqirayotganini eshityapman. Nahotki shunday o'lib ketsam? Tinchlaning, meni diqqat bilan tinglang. Ovchilar deyarli yo'lda. Ular sizni albatta qutqarishadi. Shunday ekan, o'zingizni qo'lga oling va e'tiborni chetdan qoldirmang. Tushundingizmi? Rostdanmi? Unda men tirik qolamanmi? U qanday maxluq ekanini bilmaysizmi? Ha, bilaman. Men ularni televizorda ko'rgandim. Nomini unutib qo'ydim. Qanday edi-ya? Ular qanday maxluq ekanligini tasvirlab bering. Ular qanday ko'rinadi? Tanasi xuddi odamnikidek. Yuzi esa juda qo'rqinchli. Ha, to'g'ri. Ularning terisi yashil edi. Nahotki ork? Ular orkmidi? Ha, menimcha ularni shunday atashadi. Yo'q, hoziroq u yerdan qoching. Ular qon hidini sezishadi. Yordam bering. Hoziroq u yerdan olishni xohlamayman. Ular qon hidini sezishadi. Meni qutqaringlar. Iltimos, meni qutqaringlar. Shoshma, meni dugonam hali ham maktabda. Ovchilarni o'zi hal qilishadi. Tezroq qoch. Jinursan, yarmi qochib ketdi. Ularga tupur, hali yana ko'plab odamlar bor, lekin ular hech qayerga qochib keta olmaydilar. Keyingi qavatga ketdik. Ularni o'ldiramiz. Yo Xudoyim! Komandir, men sehr qobiliyatiga ega odamni his qilyapman. Tezroq uni birinchi bo'lib yo'q qil. Aka, Axir men ham ovchiman. Darajali bo'lsam ham. Men yo'q dedim. Bu sen aytgan odammi? Yo'q. Men kuchliroq kuchni his qilyapman. Uning oldida turgan. Bu xataynan shu qisdan keldi. Men uni o'ldiraman. Akam, bu akammi? Zindonga kirdingiz. Bular orklar! Ikki boshli orklar yaqinlashyapti. Hamma ehtiyot bo'lsin. Yo'ntay! Chundam! Men kiraman! Bolalar, menga ishoninglar! Ishlar yaxshi emas. Men bu reyt oson bo'lmasligini bilar edim. Lekin men ikki boshli ork bilan jang qilishni kutmagan edim. Ikki boshli orklar boshqa nom bilan ham tanilgan. Bu nima ekanligini bilasizmi? Xabar qo'riqchilari. To'g'ri. Bu degani siz albatta o'liklar armiyasiga duch kelasiz. Jinobsan, bu endi nima qilaman? Sulab shu yerda. Ularga hujum qilaylikmi? Ularda nimadir noto'g'ri. Nega ular orqaga chekinishyapti? Ular odatda kimnidir ko'rishlari bilan hujum qilishardi-ku. Ular nimadirdan qo'rqayotganga o'xshaydi. Sizga ham shunday tuyulmaydimi? Ular menga bu darajali zindon ekanligini aytishdi. Shuning uchun men katta umidlar bilan kelgandim.
To'xtachi, men nimanidir his qilyapman. Bunday bo'lishi mumkinmi? Shoshilinch ishim chiqib qoldi. Men darhol ketishim kerak. Nima? Siz nimalar deyapsiz? Siz biz xavf ostida qolishimiz mumkin. Bu haqida bilasizmi? Bilaman. Shuning uchun men do'stlarimni yordamga chaqiraman. Ularga ham ishonishingiz mumkin. Keyin u hamma narsani o'zi hal qila oladi. Janobson, bu rostdan ham Jijovaladagi chumoli emasmi? Xo'sh, menimcha, tanishtirishga hojat yo'q. Odamlarni himoya qil. Boshqa mavjudotlarni nima qilishim kerak? O'zing xohlaganingni. Bu yerdagi askarlar senga yordam beradi. 20 ta yetarli bo'lsa kerak, shundaymi? Hoy, to'xtang. Siz shunchaki ketmoqchimisiz? Yirtqich hayvonlarni ozod qilgandan keyinmi? Agar istasangiz, men ularni qaytarib olishim mumkin. Ammo bu hech narsadan ko'ra yaxshiroq. To'g'ri. Yana qancha kutishim kerak? Janobson, nega endi har doim men? Janobson! O'rosdan ham tashlab ketdi. Endi nima qilamiz, boss? To'xtab turib ozgina o'ylab oling. Men jinaga tayinlagan askarlardan signallar kelyapti. Nimagadir yomon narsani his qilyapman. Yo'qollaring meni yo'limdan! Nima bo'ldi? Men o'lmaganlarga buyruq berish qobiliyatiga ega bo'lgan yuqori darajadagi nekromansiya bo'lganim uchun ular mening oldimda tiz cho'kishyaptimi? Kaysiyal! Wow! U yerdan kimdir chiqyaptimi? Bu Jinvo! Meni singlimni oldiga olib bor. Iloji boricha tezroq. O'sha hayvonlar bizni qutqaryaptimi? Ular bizni himoya qilishyaptimi? Bu Jinvomi? Jinvo! Yakuniy hujum qaytarildi. Men Graktorman. Qizil pichoq qabilasining boshlig'i. Va endi meni hech narsa to'xtata olmaydi. Graktor, bir guruh ork jangchilari odamlarga yordam berishmoqda. Yuqori ork jangchilari. Ular qancha? 3 ta. Bizning qabilamizning buyuk ork jangchilari atigi 3 ta yuqori orkni yenga olmaydimi? Qanday achinarli. Unda menga yo'l ko'rsat. Men ularni o'ldiraman. Men qochmoqchiman. Agar ular bizning dushmanimiz bo'lsalar, boss, bu yerda shunchaki qarab turib bo'lmaydi. Agarda shunday qilsak, tashqarida kutib turgan muxbirlarning bayram kuni bo'ladi. To'g'ri, bir nechta chaqirilgan hayvonlardan qo'rqib, reydni to'xtata olmaymiz. Kel, buni qilamiz. Wow, bu meni qo'rqitdi. Qani bo'l. Tuzikmisiz, boss? Boss, rostdan ham bu yigitlar bilan hammasi yaxshimi? Men yaxshiman. Birinchidan bunga qarang. Bu o'lim ritsarning boshi emasmi? U bir necha soniya ichida eng yuqori darajadagi hayvonlardan birini o'ldirdimi? U shunchalik kuchli ekanligiga
Ishonmayman. Eng yuqori darajadagi hayvonlar qimmatbaho toshlarni tashlaydilar. Bular qanchalik qimmatligini hammangiz bilasiz, to'g'rimi? Kimdir hali ham ortiga qaytishni istaydimi? Nima qilyapsiz, boss? Shoshiling, orqada qolib ketasiz. Choping, bo'lib qoling, choping, boss. Orklarning tatuirovkalari jangdagi g'alabani anglatadi. Ular jangchini qancha odam o'ldirganini isbotlaydi. Hammangiz bir necha kishini hayotini olgansiz xolos. Sizlarning qo'lingizdan kelgani shumi? Qani yuqori orklar, bu jangni men uchun biroz qiziqarli qiling. Sen meni qilishimni to'sishga muvaffaq bo'ldingmi? Yomon emas, lekin yetarlicha ham emas. Ular sehr ostidami? Ularni necha marta bo'laklarga bo'lib tashlasam ham foydasi yo'q. Agar kerak bo'lsa, men ularni yuzlab marta osongina o'ldirishim mumkin. Lekin vaqt o'tishi bilan bu faqat yomonlashmoqda. Men buni hoziroq tugatishim kerak. Agar ular sehr tomonidan boshqarilsa, keyin men qilishim kerak bo'lgan narsa bu sehrdan qutulishdir. Bu sen, bu qiz. O'sha qizni ushlanglar. Yuqori orklar qayta tiklanayotganda kuchsiz bo'ladi. Hujum qilishda davom eting. Ularning harakatini cheklang. Jina, ehtiyot bo'l. Shunday qilib, hamma vaqt sen bo'lgansan. Men sening sehrli kuching borligini aniq his qila olaman. Endi esa o'l. Sen yaxshimisan, Jina? Nimadir? Bu tomonga nimadir kelyapti. Judayam qo'rqinchli narsa. Hamma qochamiz! Sen qutqarilding. Men Gvaktaman, Qizil pichoqning boshlig'iman. Sen ovozingni o'chirib, shu yerda kut. Sen qutqarilding. Uzr, kechikdim. Hamma yaxshimi? Ha, yaxshimiz. Sen yaxshimisan, Songyi? Ha, yaxshi. Unda nimagadir qo'rqinchli tuyulyapti. Igris, men uchun jinga g'amxo'rlik qil. Qolganlaringizga kelsak, avval talabalarni olib pastga tushing. Men senga qimirlama dedim. Tushunishimcha, demak o'sha o'lmas yuqori orklar sizning askarlaringiz edi. Siz kimsiz va siz bizning tilimizni qayerdan bilasiz? Uning javob berishga niyati yo'qqa o'xshaydi. Hujumga! Nima? Nimaga barcha odamlarni o'ldiryapsizlar? Ovoz, boshimdagi tinchlik bermayotgan ovoz. Odamlarni o'ldir. Menchi, o'sha ovoz meni o'ldirishni aytayaptimi? Iltimos, kechiring. Savolimga javob ber.
Menga qaraganingda ovozni eshityapsanmi? Meni kechiring. Tushunarli. Demak, men ham sen uchun odam hisoblanmayman-da. Mayli, muhim emas. Men seni kechiraman. Lekin meni noto'g'ri tushunma. Bu seni osonlik bilan qo'yib yuboraman degani emas. Bu yigitlar qanchalik qadrli ekanini bilmaysanmi? Vampirlar ayniqsa boylikka arziydi. Davolovchi sehr. Rahmat. Qanday qilib chaqirilayotgan hayvon mendan yaxshi davolashi mumkin? Muqaddas xaroba. Zindon bo'lsa qadimgi lichmi? Va undan ortiq o'lim ritsarlari ham bor. Ko'plab taniqli zindon boslari bor, ammo qadimgi lich Oltin ajdarho gildiyasini yo'q qilish voqeasidan keyin tanildi. Qadimgi lich Xitoyning yirik gildiyalaridan birini yo'q qildi va zindonning buzilishiga sabab bo'ldi. Liu Zixingang tufayli halokatli oqibatning oldi olindi. Ammo har bir kishi A darajadagi ovchilardan iborat bo'lgan zarba berish otryadi bu nisbatdagi bossga teng kela olmasligiga ishonchim komil. Nima qilishimiz kerak? Ortimizda ko'proq kelishyapti. Jin ursin, chumolilar yemagan o'liklar tirildimi? Eshiklarni yoping. Ha, sehr. Muqaddas qalqon. Imkoniyatlarimiz tugayapti. Balki biz Sung Jinvusiz borib xato qilgandirmiz. Boss, bunday tezlikda qalqon faqat 5 daqiqa chidaydi. Qattiq yig'laganingiz uchun. Ablahlar, sizlar soya armiyasi. Nega qirolning shaxsiy armiyasi bizga hujum qilish uchun bu yerda? Bizni qirol tanladi. Sen esa yo'q. Imkonsiz. O'zim qirol bilan gaplashaman. O'lim arafasidagi odam uchun aytiladigan gaplaring juda ko'p.